Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum muhtaram hajakalar, hojanalar. Mana Alloh taoloning ulug' payg'ambari dunyoga kelgan muqaddas mana shunday Makka shahrida butun respublikamiz bo'yicha, butun dunyo bo'yicha tanilgan ulug' olimimiz, shayximiz, O'zbekiston musulmonlari idorasi Qur'on va tajvid bo'limining rahbari Shayx hazratlari siz bilan ma'rifiy suhbat o'tkazish uchun mana tashrif buyurdilar. Alloh taolo hazratimizni qadamlariga ajr va hasanatlar ato aylab, qilib beradigan suhbatlarni siz bilan bizga manfaatli bo'lishligini nasib ro'za aylasin. Hazrat qadamlaringizda hasanat rahmat. Rahmat. So'zimni ikki qismga bo'laman. Avvalini turib gapirishga ruxsat bering. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Barchalaringizga Alloh subhanahu va taolo haj mabrurni ato ayladi. Ilohim hajlarimizni o'zi yengil qilib, o'zini dargohida husni qabul ayladi. Amin. Payg'ambar alayhissalatu vassalomning bashoratlariga haj mabrurni mukofoti jannat. Amin. Hammamizni ahli jannat aylasin. Amin. So'zimning avvalini bilan qozdomlardan ruxsat so'rab tik turib gapirishlikning boisi shuki, hammamiz yaxshi bilgan Hazrati İsa aleyhisselam. Hazreti İsa aleyhissalatu vesselam ruhullah deyildi. Hazreti İsa aleyhissalatu vesselam Mushaf var mı yok mu? Mana bir Mushaf verin, Kur'an verin. Aha, oldu mu? Ha, bo'ladi. Bismillah. Mana shuni biz sizga borib shuni o'qiymiz. Hazrati İsa alayhissalatu vassalam azizlar shuni biling hozir tirik. Va Alloh subhanahu va taolo aynan Ali Imron surasida o'zini huzuriga ko'targanligini va qiyomatning oxirgi alomatlaridan bo'lib Hazrati İsa yerga qaytib kelishligi mana shu Qur'onda aytilgan. Hazrati İsa alayhissalatu vassalam demak yana kelarkanlar, ammo kelganligida siz bizga bir ibrat bo'ladigan, siz bizga bir faxr bo'lgan hollari shuki, bomdod vaqtida tushib kelar ekanlar. Bomdod vaqtida azon aytilgan, lekin hali qomat aytilmagan. Albatta u vaqtda butun musulmonlarning imomi Imom Mahdi bo'lar ekanlar. Hamma musulmonlarning safi mazhabi bir bo'lgan. Hamma bir bo'lib bir imomga ergashgan. Butun dunyodagi imomlar, butun dunyodagi musulmonlar Hazrati Mahdiga qomat aytiladi. Imom bo'lib u kishi namoz o'qib berishlari kerak. Qomat aytilganidan keyin qavmga, jamoatga qarab, birodarlar saflaringizni to'g'rilang. Saflar deya xalqqa, musulmonlarga safga qarar ekanlar. Qarasalar safda Hazrati Iso turgan bo'lar ekan. Siymolar bilan bilingan, bildilarki bu Iso bo'ladilar. Shunday kelib, Hazrat siz payg'ambarsiz. Siz ruhullohsiz, namozni bizga siz o'qib bering desalar, Imom Mahdi Hazrati Isoni qarang, siz bizga bu bir sharaf, faxr bo'lish kerak. Innama uqimat lak der ekanlar. Ey Mahdi, ey islom ummati, bu qomat sizga aytildi, siz imom bo'lasiz. Men ruhulloh Iso bo'lsam ham sizga iqtidoqil o'qiyman der ekanlar. Alloh xursandchiligiga siz bizga faxr. Endi davomini eshiting. Hazrati Musa alayhissalatu vassalom nima deyildi? Kalimulloh. Alloh bilan ko'p gaplashganliklari uchun u kishi Kalimulloh taxallusida bo'ldilar. Balki hayotlari davomlarida 360 marta Hazrati Musa Alloh bilan gaplashgan degan oyatlar bor. Ko'p gaplashgan. Allohning yelka payg'ambarlardan bo'lganligi uchun bir kuni jannatdagi maqomlarni so'ray ketdi Alloh taoladan. Ey Robbim, mana bu qasrlar kimga? Muhammadning ummatiga. Mana bu manzillar kimga? Sallallohu alayhi vasallam. Ummati Muhammadga.
Mana uchi Muhammadni alayhissalatu vassalam ummatiga. Mana uchi Muhammadni ummatiga. Mana uchi Muhammadni ummatiga. Har ne jannatdagi manzila maqomlarni so'rarkanlar Hazrati Musa Alloh javob berar ekanki Muhammadni ummatiga, ya'ni sizga. Alhamdulillah sizga islom ummatiga ekan jannatdagi aynan Hazrati Musa qiziqib so'ragan manzillar hammasi Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomning ummatlariga berilajak bir maqomligini ko'rib Hazrati Musa shunday dedilar: Robbim, sen menga Tavrotni tushurding. Tavrotni menga ato qilding. Men payg'ambarlar ichida ulul azm bo'ldim. Ya'ni eng payg'ambarlar ichida izzatlisi, obro'lisi bo'ldim. Men Musa payg'ambar Kalimulloh bo'ldim. Lekin men bugun Musa bo'lmayman. Kalimulloh bo'lmayman deb Musolikdan kechdilar. Aytarkanlarki, men bugun modomiki ummati Muhammadga jannatda shunday manzilalar berilar ekan, meni o'sha ummatni birdan qil debdi. Tushundingizmi? Allohu akbar. Ya'ni Musolikdan kechib meni siz kabi Rasululloh alayhissalatu vassalomga ummat qilgin deb Hazrati Musa ham buni Alloh taolodan so'radi. Endi payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom bir kuni sahobalarga qarab, "Oh li ahbabi" dedilar. Men birodarlarimni sog'indim-ku dedilar. Sahobalar, "Avalasna ahbabaka ya Rasululloh." Sahobalarga aytdilarki, "Men birodarlarimni sog'indim" dedilar. Sahobalar, "Ya Rasululloh, biz siz birodarlaringiz emasmi? Axir biz-ku siz birodarlaringiz" deganlarda, "La, yo'q" dedilar. "Bal antum ashabi." Sizlar meni sahobalarimsiz. Meni birodarlarim ahbabi. Meni birodarlarim shunday meni ummatimki, meni ko'rmasan turib iymonga kelib menga ishonib, meni tasdiqlab, meni ko'rmasalarda menga shunday ummat bo'lgan bir ummatni men ularni sog'indim" dedi. Sahobalar hayratlanib turganlarida Rasululloh qarab, sog'ingan ummat qanaqa ekan deya Rasululloh ularga hamda deb qo'ydilar. Sahobalarga ular shunday bir ummat bo'ladiki, inshaalloh o'shalar biz bo'laylik. Ular shunday ummat bo'ladiki, ularning birini amali 50 minkum, yana bir rivoyatda 70 minkum. Sizni 50 tangizni amali yoki sizni 70 tangizni amali deganlarda sahobalar yana tushunishlari uchun so'radilar: "Ya Rasululloh, minhum yoki minna?" Bizni birimizni amali ularning 50tasini amaliga tengmi yoki ularni, ya'ni sizni biringizni amali sahobalarning 70tasi kamida 50tasiga tengmi deganlarda Rasululloh minhum dedilar. Eshitdingizmi? Ya'ni sahobalarga qarata oxirgi zamon ummatini Rasululloh sog'inganliklarini, ahbabi, meni qadrdonlarim, birodarlarim deganliklari, sahobalarga tortganliklarini sababini tushuntirganlarni ko'ryapsizki, u ummat shunday ummat bo'lar ekan. Boshqa hadislarda keladiki, dinida turganligi, dinini ushlashligi, dinini tark qilmasligi xuddi qo'lida bir cho'q, bir olov turgandayin bo'lsa ham, yonib tursa ham dinni tashlamaydiganlar bo'ladi ummat. O'shalarni deyaptilar Rasululloh alayhissalatu vasallam. Birini amali siz sahobalarni 50ga kam bo'lmasa 70 ta amalingizni ularni biri qiladi dedi. Ilohim duo qilaylik, Alloh bizlarni shu ummatlardan qilsin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tortib sog'inganlardan bo'laylik. Amin. Hajga keldik, 5-rukun islomni shu bilan komil qilamiz. Alloh hajlarimizni mabrur aylab, o'zi muyassar aylab, hammamizdan hajimizni qabul aylasin. Amin. Endi men ham bugun sizga bilasiz, Xorazmda muhabbatim cheksiz. Xorazmiylar deyman. Mana shu domlam biladi meni muhabbatim qanday siz Xorazmlikka. Doim shuning uchun ham hatto to'y marakangizga chaqirilsam ham illa bir masjidingizni, madrasangizni hisobini qilib olib boraman. Mana shu guvoh. Bu yerda qozi domla, haylo domla, ayniqsa Davronjon hazratimiz ustozimiz guvoh. Shu Xorazmga ozgina bahona bo'lsa ham boraveraman. Nega? Muhabbatimdan. O'sha muhabbatni bugun sizga haqiqiy izhorini qilmoqchiman. Ya'ni qalban sizni yaxshi ko'rganligimni men niyat qilganimda o'tgan borgan marosimlarda, madrasalarda bu Xorazmliklarni shunday yaxshi ko'raman, lekin men ularga nima qilib bera oldim deb o'ylab
Xorazmda Alloh menga ilhom berdi. Bu yil hajga boraman inshaalloh. Shu xorazmliklarga suhbatga borganimda o'sha Makkada turib, hozir Hazrat nima dedilar? Rasulullohning tug'ilgan shahri, Allohning muqaddas yeri, haramida turibmiz mana. Har bir amalimiz 100 ming ajr savobga teng. Nafaqat namoz. Har bir amalimiz haram hududidamiz azizlar. Haram hududdamizki, namozimizga berilgan 100 ming, bir sadaqamizga 100 ming beradi. Hozir chiqing, biriga 1 riyol bering, 100 ming riyol. Biriga 1 dollar bering, 100 ming dollar bergan ajr savobga ega bo'lasiz. Biriga shunday tabassum qilib qo'ying birodaringiz yuziga, birodaringiz tabassumingizdan xursand bo'lsa, 100 ming tabassumni o'qishga harakat qilgan bo'lasiz. Mana shu yerlarning muqaddasligidan, mana bu savob va ajrlarning ko'pligini umid qilib, men buni Xorazmda niyat qilgan edim, lekin domlalarga aytmagan edim. Nima edi u? Bugun sizga inshaalloh tuhfam bor. Sizga bo'lgan muhabbatimni, mana sadoqatini, to'g'riligini sizga inshaalloh taolo elindim va inshaalloh hozir mana ayollarimiz ham, hojilarimiz ham, hojiyalarimiz ham bir-birlariga yaqin ekanlar. Birinchi iltimosim bo'ladi. O'sha ayollarimiz taraflariga bu yoqda mahramlari borlar bo'lsinlar. Onangizdir, ahli ayolingizdir, juftingizdir, xolangizdir, amangizdir, singlingizdir, ya'ni mahrami borlar o'sha yoqda tursin. Nega? Men sizga ilinayotgan, sizga sovg'a qilmoqchi bo'lgan inshaalloh bu tuhfa buyukdir. Ko'p emas, bitta yetadi. Nega desa, bir kishi aynan onasi bor bo'lsin, onasi bor. Men borman. Bu yoqda bor ekan, siz onajonni chaqiring o'sha joyga. Siz o'sha yoqda turing. Mana to'xtab bu yoqqa keling. Biz hammamiz ketib qolyapmiz. Menga qarang. Yo'q, hamma keling, bu yoqqa keling. To'xtab turing. Meni qarang. Sizga ilingan, sizga qarang. Qalban ilingan bir sovg'amni, to'xtamni nima deya tushuninglar. Albatta pul bermoqchi emasman. Yoki boshqa narsa bermoqchi emasman. Sizga qarang. O'sha birodarning ismi onasi bor, u yoqda. Kim ismingiz onangiz bor? Matyoqubjon aka qarang. Siz hammangiz menga qarang. U yoqqa qarama, menga qarang. Gap menda. Qarang. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomni tuhfalarini sizga ilinmoqdaman. Rasulullohning bu so'zlari, Rasulullohning bir hadislarini sizga shajara qilib inshaalloh mana yelkalaringizni tutib hammangizga shuni shajarasini shu joyda yozilib qolsin, mukofot bo'lsin, hajingizni inshaalloh qabul olomati bo'lsin deb hammangizga shuni beradi. Yo'q, onalar yo'qqa tursin, onalar kelmasin. Parda orqali o'tsin. Faqat siz tushunib oling, meni mana siz tushunib oling, keyin shundan topib ishni qila olasiz. Qarang. Men hozir duoda nima dedim? Duoda o'tirsinlar. Duoda nima dedim? Allohumma a'inna ala zikrika va shukrika va husni ibadatika deb duo qildik. Buni kim musulmon borki farz namozdan keyin duo qiladi? Buning ma'nosini qarang. Ma'nosi nima? Allohumma a'inna deyapti. Allohim sen bizga yordam ber. Nimaga yordam ber? Seni zikr qilishligimizda, senga shukr qilishligimizda, senga go'zal ibodatlarni qilishligimizda sen bizga yordam ber deya duo qildik. Bu duoning tarixi bor azizlar. Bu duoning tarixi eshitdik onaxonlar, bo'lmasa mahrum bo'lasiz bu xayrdan, barakadan. Bu duoning tarixi shunday. Bir kuni Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom ya Muaz dedilar, Hazrati Muazga. Hazrati Muaz sahobalarning albatta eng afzallaridan. Hatto Rasululloh alayhissalatu vassalom bu kishiga birinchidan inni uhibbuka ya Muaz. Inni uhibbuka fillah lillah. O kama qala alayhissalatu vassalom. Qasam ichib aytdilarki, ey Muaz, men sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman dedilar. Qasam ichib. Endi bu muhabbatni tasdig'ini Rasululloh kishiga ko'rsatdilar. Aytdilarki, qarang, yelkalarini tutib, mana qo'limga qarang. Yelkalarini Payg'ambar alayhissalatu vasallam muborak qo'llari bilan ushlabdilar. Yoki Rasululloh muborak qo'llarini Hazrati Muazning yelkalariga qo'ydilar deydi. Ko'rdingizmi? Yana aytaylik, kim oramizda 33 yoshlik bor? 33 yoshlik kim? Men. Ha, bu yoqqa keling. Keling. Siz 33 yoshmisiz? Ha. Keling.